Odamlar oldida hurmatingiz to'kilishini xohlamasangiz, unda mana bu maslahatlarni o'zingiz uchun bilib qo'yganingiz yaxshi. Birinchisi, gapirayotgan gaplaringizni o'ylab gapiring. Ya'ni nimani gapiryapsiz, qaysi holatda gapiryapsiz. O'zi shunaqa paytlar bo'ladi, odamlarda boshqalar bilan juda ham qattiq suhbatlashgisi keladigan paytlar bo'ladi va siz shunaqa paytlar o'zingizni gapdan tiyishni boshlashingiz kerak. Judayam ko'p tushunmovchiliklarga sabab bo'ladigan har xil gap talashuvlari, janjallarni boshi mana shu mayda-mayda gapdan boshlanadi. Kimdir kimdirga qanaqadir hazil qiladi, kimdir buni hazilni yaxshi tushunmaydi, kimdir bu hazilni boshqacha tushunib, haligi bir-biri bilan aytishib, oxiri o'sha katta janjallarga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, hissiyotlaringizni boshqarishni o'rganing. Bo'lar bo'lmasga xafa, xursand va shunga o'xshash emotsiyalarni ko'rsatmaslikka va ko'p narsalarga xotirjamlik bilan, sovuqqonlik bilan yondashishni o'rganing. Uchinchisi, o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradigan qo'llanmani olib o'rganing. Siz u narsani olib o'rganganingizdan keyin odamlarning sizga bo'lgan munosabati o'zgarganini va odamlar sizni hurmat qilishni boshlaganini sezasiz. Barcha ma'lumotlar profilda yopishtirib qo'yilgan videolarda qoldirilgan.